Ular tirik, lekin ularni hech kim eshitmaydi. Bu ayollar xato qilgani uchun emas, himoyasiz qolgani uchun jazolanadi. Himoyasiz bo'lgani uchun ayblanadi, sukut saqlagani uchun eziladi. Ular kuchsiz emas, ularni shunchaki kuchsiz bo'lishga, jim turishga majbur qilishgan. Yig'lagan yuraklar, jim qolgan, sukunatga asir bo'lgan haqiqat haqida, taqdirini o'zi tanlash huquqidan mahrum etilgan ayollarning ko'z yoshlari bilan yozilgan mungli asar. Bu boshqa seriallarga o'xshamaganligi uchun ssenariysi, misol hozir ko'p seriallarda bundoq qarasangiz mavzu bir-biriga yaqin bo'lib qolgan va bu serialda rol o'ynaganimni sababi ham shunda, umuman boshqa seriallarga o'xshamaganligi uchun ssenariysi. O'zimga berilgan rol yoqdi. Tomoshabinlar ko'rishganda yana salbiy rol ijro etibdi deyishligi mumkin, lekin u har doimgidek o'ynagan salbiy rollarimdan bu juda ham katta bir farq qiladi, boshqacha. Umuman xarakteri boshqacha bu odamni. Shuning uchun ham men bu serialda birga ishlashga rozilik bildirdim. Mazkur serial Milliy telekanali buyurtmasi asosida suratga olinmoqda. Ijodkorlar ushbu serialda milliy qadriyatlar, oila, jamiyat va insoniy munosabatlar va bularning markazida ayol turishni badiiy saviyada yoritishni maqsad qilishgan. Kuchli ssenariy, ta'sirchan aktyorlik ijrosi va hayotiy voqealar uyg'unligi Yig'lagan yuraklar serialini tomoshabinlar qalbiga yaqinlashtiradi. Milliy telekanalda yangi serial boshladik. Bu yerda 5 ta personajimiz bor. Ana shu 5 ta qahramonimiz hayoti, nima uchun bu vaqtgacha kelib qolganligi, hayot qiyinchiliklaridan bosib kelib majburiyatdan nimadirlarga qo'l urib qo'yganligi yoki bo'lmasam har xil bir shu hayotning qiyinchiligi, ayollarni ayta olmagan dardlari haqida serial. Yig'lagan yuraklar seriali markazida 5 nafar ayol turadi. Ularning har biri turli yo'llardan kelgan, turli sinovlardan o'tgan. Bu 5 ayol bitta uyda ijarada yashaydi. Har biri o'z og'rig'i, xotirasi, o'zining sukunati bilan ularni umumiy dard esa birlashtiradi. Bir tom ostida yashash majburiyati ularni yaqinlashtiradi, ammo bu yaqinlik doim ham tinchlik keltirmaydi. Bu uyda begonalik ham bor, rashk ham, tushunmovchilik, sukut ham bor. Faqatgina ojizlikdan kuchliroq bo'lgan jur'at yetishmaydi. Endi har biri hech bo'lmasa o'zligini saqlab qolishga urinadi, chunki ular allaqachon ko'p narsasini yo'qotib ulgurgan. O'zi umuman soham aktrisalik emas. Bu birinchi marta serialda o'ynashim. Soham hamshiralik. Bu sohada o'qitim ham yo'q o'ynashga o'zi. Bu yerda aktrisalar ham ko'p yordam berishyapti. Rejissyorlar ko'p bilmagan narsalarni asabiga tegayotgan bo'lsam, garchi yordam berishyapti hammasi, qizlar ham, aktrisalar juda ham nima deydi, yordam berib qo'llab-quvvatlashyapti. Men ana shu ko'rsatuvda chiqqan edim. Shundan keyin taklif qilindim bu yoqqa. Salbiy emas. Rolim nima deydi, juda hayotimga ham to'g'ri kelib ketadi desam ham bo'ladi. Nima deydi, o'zimga mos deb o'ylayman. Chunki nima deydi, do'stona, dugonalarga ko'p yordam beradigan, qayg'uradigan, hayotda ham o'zi shundayroqman. Otasi bor joy roli bor edi, o'sha joyda rosa ta'sir qilganda. Nima deydi, otasini yo'qotish, o'sha sahnalari menga ta'sir qildi. Serial ssenariysi pishiq, puxta va mas'uliyat bilan yozilgan. Bu ssenariy voqeani aytib berishga emas, murakkab ruhiy holat va hissiyotlarni jonlantirishga qaratilgan. Asarda dramatik keskinlik, baland ovoz, sun'iy burilishlar yoki tasodiflar orqali emas, balki insoniy munosabatlarning ichki ziddiyatlari orqali yaratiladi. Har bir sahna o'z vazifasiga ega, har bir dialog ostida aytilmagan fikr, yashirilgan og'riq va ichki qarorlar yotadi. Ssenariy tomoshabinni voqea ortidan ergashtirmaydi.
uni voqea ichiga olib kiradi. 5 nafar ayol taqdiri bir makonda kesishar ekan, ssenariy ularni umumlashtirib yubormaydi. Aksincha, har bir qahramonning xarakteri, dunyoqarashi, ichki dunyosi va hayotiy xulosalardan kelib chiqilgan va izchil qurilgandir. Bu qahramonlar voqeaga xizmat qilmaydi, aksincha voqea ularning tabiatidan kelib chiqadi. Shu jihati bilan ssenariy sun'iylikdan yiroq, hayotiy va ishonchlidir. Mani personajimga keladigan bo'lsak, bu safar qolgan seriallarimga nisbatan sal o'zgacharoq, sababi personajimning ismi Zaynab. Zaynab rolidaman. Bu yerdagi mani qahramonim hayotda juda ham ko'p qiyinchilik ko'rgan. Hozir o'sha qiyinchilikni birinchi sababi o'sha mablag' masalasi. Oilasida juda ko'p turtkilar, azoblarni ko'rganidan kurash majburligini tushunib yetadi, hayotga kurashish, ya'ni o'zini har yoqqa uradi. Shunda o'zini tutadiki, ichidagi dardini hech kimga, hatto bitta ko'z yoshini ham ko'rsatmaydi. Hamma narsasi ichida, lekin tashqaridan ko'rgan insonlar uni juda ham baxtli, maza qilib yashaydigan ayol deb o'ylaydi. Partnyorlarim hammasi professional, aktyor, aktrisalar. Meni liniyamda hozir ko'proq O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nodira Mahmudova bilan men partnyorman. Chunki bu serialda ular bilan bog'liq meni joylarim. Endi menimcha xalqimiz juda ham yaxshi taniydi bu insonni, zo'r aktrisa, yaxshi rejissyor, ham zo'r pedagog. Qanaqadir shu syomka jarayonlarida o'zlarini maslahatlarini ham berib turibdilar menga. Meni bitta mundoqroq qilsangiz, mana bunaqa qilsangiz yana ham bir rolingiz ochiladi, xarakteri ochiladi deb. Shuning uchun men mazza qilib ishlayapman o'zimni partnyorlarim bilan. Har doim ham seriallarda, misol uchun, professional aktyorlar bilan partnyor bo'lavermaysiz-ku. Agar professional aktyorlar bilan partnyor bo'lsangiz, baribir ish jarayoni zo'r ketadi, qizg'in ketadi. Siz nimadir olasiz o'sha partnyoringizdan. Shuning uchun keyin yana bir partnyorim bu Nigina Anarbayeva. Iste'dodli, mahoratli, hozirgi kunda eng yaxshi bir aktrisalarimizdan biri deb hisoblayman. Albatta, bu personajim bilan birgalikda o'zimning ham imijlarim ham o'zgardi. Ozgina boshqa seriallarimga o'xshamagan serial bo'lib chiqyapti deb o'ylayman. Ijodiy jamoaga ham gap yo'q, maza qilib ishlayapmiz, chunki hammasi professional qizlar. O'sha 5 ta ayol professional hammasi. Hech ham qiyin bo'lmayapti, to'g'risi. Dam olib, maza qilib ishlab ketib yuribmiz. Xudo xolasa, xalqimizga, elimizga manzur bo'ladi degan umiddaman. Partnyorlarim juda ham quvnoq qizlar. Maza qilib ishlayapman. Hammasi yordam berishyapti. Juda ham ahilmiz. Kechgacha ishlasak ham, lekin maroq bilan ishlayapmiz. Qizlar yordam berishib, zo'r hammasi. Yangi mavsumda ham milliy telekanali efirlarini muhim va mas'uliyatli premyeralar bilan boshlamoqda. Tomoshabinning ishonchi va didini asosiy mezon qilib olgan telekanal bu mavsumda ham puxta ishlab chiqilgan, mazmunan boy va badiiy jihatdan yuksak loyihalarni taqdim etadi. Yig'lagan yuraklar seriali mana shunday loyihalarimizdan biridir. Jamiyatda ayolning o'rni qanchalik muhimligiga urg'u bergan ushbu serial sizga manzur bo'lishiga ishonamiz. Bizni kuzatishda davom eting. O'g'limni bunaqa o'lim topganini hech kim bilmasligi kerak. Yo'qol!